bugun Grand Track kompaniyasidan 2 kublik eng full bo'lgan karmikserimiz xarid qilindi. Bu karmikserimizni Nukus shahridan Ilhom akamiz xarid qildilar, ammo o'zlari kela olmadi. Ya'ni masofadan turgan holatda bizga Grand Track kompaniyasiga ishonch bildirib pulni o'tkazdilar va biz buni hozir dastavka qilib yubormoqdamiz. Akamiz bo'lsa hozir buni bizdan qabul qilib oladilar va egalariga yetkazib beradilar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Mashinani ko'rdingiz haqiqatan. Chunki bizga masofadan pul o'tkazganlar ular, kelmagan ham, ko'rishmagan ham. Avvalo muborak bo'lsin, tabriklab qo'yasiz akamizni. Obunachilarimizga aka bir og'iz gapirsangiz. Kelinglar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Grand Track korxonasiga, firmasiga hammalaringizga kelib olish tavsiya qilaman, maslahat beraman. Hamma ishlash jarayonlarini sizga ko'rsatib berdik aka. Mashinada hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Yaxshi. Sifati, boshqa narsasi o'zi ko'rinib turibdi. Sifat jihatidan ham ozgina gapirib o'ting aka, ko'rdingiz mana. Sifat jihatidan ham ancha solishtirib ko'rdik. Sifat jihatidan ancha yerga qaraganda yaxshiroq. Hamma yerga qaraganda yaxshi. Rahmat. Hurmatli obunachilar, agar sizga ham 2 kub va undan yuqori bo'lgan kubdagi eng sifatli karmikslar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga telefon qiling yoki Grand Track kompaniyasining bosh ofisiga tashrif buyuring. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desatarme contigo, papi, perder el control.